İchimni tirnayapti-da. Qanday yashash mumkin bunaqa sharoitda? Qish edi, o'rtog'imiz kelib qoldi. Endi bizga taklif berdilar, G'ijduvon kelinglar. Mashinamiz bor. Mindikda keldik. Kechqurun bo'lishiga qaramasdan. Shu shahar G'ijduvon tumanining markazidagi qishloqlardan birida yashardilar. Hali ham yashaydilar. Uylarga bordik. Soat 7-8 atrofida edi. Aybimizga qaramaysizlar dedilar. Uyimizda gaz yo'q dedilar. Lekin hozir bitta o'tin tashlayman pechkaga. 20 minutda uyimiz qiziydi dedi. Endi o'tin tashladilar. 20 minutda rostdan ham qizidi, keyin kiyimlarimizni yechib bitta ko'ylakda o'tirdik. O'sha mahal svet o'chib qoldi. Biz shaharda yashab, qishloqlarda svet yo'q, gaz yo'q degan narsani o'sha 11-yil, 12-yil juda ko'p eshitganmiz, lekin badandan his qilmagandim. Gaz yo'q, qanday bo'ladi? Svet yo'q, qanday bo'ladi? Aytdilar-ki, endi 1 soat, 1,5 soat svet bo'lmaydi. Biz o'rganganmiz. Sham yo'qdilar. Mehrlashamiz dedilar. Mehr zo'r bo'ldi, gap yo'q. Issiq, chaqchaq qilib o'tiramiz, lekin ichimni tirnayapti-da. Qanday yashash mumkin bunaqa sharoitda?